Asta sekin orqaga tisarildim. Avval otam bo'lgan kishi 7 qadam narida turardi. Hech nimani ko'rmayotganga o'xshardi. U nimanidir hidlamoqchidek boshini qimirlatardi. Joyidan qimirlamasdi. Ortimdan ham kelmadi. Men panaga o'tib uni chalg'itmoqchi bo'ldim. Chetga shisha bo'lagini uloqtirdim. Uning singan ovozi eshitildi. Murda menga yo'lni bo'shatib o'sha tarafga yurdi. Sekin yurib ichkariga kirdim. Eshikni mahkam berkitib unga tumbuchkani ham tirab qo'ydim. Boshim g'uvillardi. Ichimda bo'shliq. Juda sovuq edi. Kunduzi peshni yoqmaslik odatimga xilof ravishda isinish uchun unga 1-2 ta g'o'la tashladim. Keyin uxlab qoldim. Qattiq yo'talib uyg'ondim. Nafasim siqildi. Uy tutunga to'lgandi. Yonayotgan taxtalardan olov tafti kelardi. Mening kvartiram yonardi. Mening qal'am. Nima qilib qo'ydim? Olovni o'chirish qo'limdan kelmasdi. Shoshilinch ryukzakimni, kiyimlarimni va bir butilka suvni olib ko'chaga otildim. Podyezdda otamga duch kelib qolishni ham unutgandim. Lekin yo'limda u uchramadi. Men pastdan qarab derazamdan qora tutun chiqayotganini ko'rdim. Kvartiram yonib bitdi. Barcha to'plangan oziq-ovqatlar, kiyim-kechaklarim, suv, kitoblarim ham yonib ketdi. Men endi yangi boshpana topib, hammasini boshidan boshlashim kerak. Qishning sovuq havosi ishni qiyinlashtirardi. Lekin bitta yaxshi tomoni murdalar yo'q edi. Balki mana bu uydagi bir kvartiraga joylashib olarman. Shu tariqa 20 daqiqa o'ylab turib, bu eng to'g'ri yo'l ekanligini angladim. Endi uyga qaytmoqchi bo'lganimda mashina ovozi eshitildi. Kimdir men tarafga kelardi. Keyin onamning odamlardan ehtiyot bo'lish kerak, ular tentak murdalardan xavfliroq degan gapini esladim. Yaqinimdagi garajga yashirindim. Yo'lda ko'kimtir uazik paydo bo'ldi. Bu odamlar kvartiramdan chiqayotgan tutunni ko'rib, nima gapligini bilish uchun kelishgan ko'rinadi. Mashina to'xtadi. U biroz turdi. Keyin undan qurol ushlagan soqolli kishi tushib keldi. U atrofni kuzatdi. So'ng tutun chiqayotgan derazaga qaradi. Undan keyin mashinadan yoshroq bir kishi tushdi. Nima deb o'ylaysan? Men, agar sen ishni bekitmasang, bizning bir haftalik yemishimiz hozir qochib ketadi deb o'ylayman. Nima? Ularda go'sht bormi? Qandaydir hayvon bo'lsa kerak. Ammo men hech qanday hayvonning ovozini eshitmadim. Kechirasan, Lyoxa, men hozir shuni aytib u eshikka yaqinlashayotganida eshik birdan ochilib uning yuziga urildi. Uazikdan bir yigitcha tushib qocha boshladi. Uning og'zi yopilgan, qo'li bog'langandi. U to'g'ri men tarafga yugurardi. O'q ovozi eshitildi. Yigitcha men yashiringan garajdan 2 metr narida yiqildi. Ular uni o'ldirishdimi? Nima uchun? Qo'rqib yanada panaroqqa yashirindim. Tentak, eshikni yop degandim-ku. Shundoq ham vaqtimiz oz. U bilan shug'ullan. Men borib mana bu uyni tekshiraman. Nima yonganini aniqlayman. Lyoxa, kechir. Doim qon tushirasan. Ular bu yigitni keyin yeyish uchun o'ldirishdimi? Ey Xudo, kattasi hech nima bo'lmagandek mening uyim tomon ketdi. Boshqasi o'lik yonida qoldi. Katta pichog'ini chiqardi. Ular odam go'shtidan yegulik tayyorlashardi. Men bu vahshiylikni ko'rmaslik uchun ko'zlarimni yumib oldim. Ryukzakimga o'tirib, tizzamni quchoqlab yig'ladim. Keyin yana uyquga ketganimni sezmay qoldim.